Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Do'stlar, 13 million so'mga shu xonadonimizni tunuka fonlar, tarnovlari hamda turbalari bilan birgalikda to'liq holatda bitkizib bermoqdamiz. Xonadon egasini Samares lesaga ham ovora qilmagan holatda. Xudo xolasa mana xonadon egasi. Assalomu alaykum. Birinchi marta ishimiz tushdi. Tunuka fon Muhammad Yusuf. Ishidan xursandmiz zo'r. Gap yo'q. Yoqdim tog'a. Ha, juda zo'r. Men o'ylagandan ham ziyoda bu. Ovora bo'lmadingizmi? Yo'q, rahmat. Kam bo'lmaydi. Yo'q, rahmat. Zo'r. Kam bo'lmasin. Xudo xolasa gaplashsalar hech kam bo'lmaysizlar. Xursand bo'laraman. Qadrdonlar, xudo xolasa Shahrixonda mana go'zal holatda tog'amning uyini yakuniga yetkazib berdik. Haqiqatda ishimiz juda ham go'zal chiqdi. Sababi uzunligi 30 metr, eni 1.30 atrofidagi shapkamizga mana shunaqa go'zal holatdagi tunuka fonlarimizni qilib berdik. Narxi ham bor, v общем shikalat. 13 million so'mga tarnov turbalari bilan reka, peka hech qanaqa narsaga xonadon egasi ovora bo'lmadi. O'zimiz olib kelib, xudo xolasa mana o'rnatib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar, sizlarga ham xudo xolasa uylarga mana shunaqa dizaynlarni xudo xolasa qilib beramiz. Xo'p. Do'stlar, tunuka fonda kvadrat doim aytamiz, joyni kvadratiga emas, materialni kvadratiga hisoblanadi. Sababi bukilishi bor, buni qayrilishi bor. Shuni hisobiga joyni kvadratdan tunuka ko'proq ketadi. Sizlar ketgan tunukaning kvadratiga pul berasizlar. Tarnovlarimizni esa metrini 70 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Choksiz tarnovlarimizdan bo'lgan, faqat bitta tomoni bo'lgan. Bu xonadonimiz 30 metr boshidan oxirigacha bo'lgani uchun mashinamiz, apparatimiz kirganda mana shu joyda chok bo'lib qoldi. Ayrim sababga ko'ra. Sababi uyda chiqarish holati jiddiy xalaqit berganligi uchun. Xudo xolasa qadrdonlar, tunuka fon qilmoqchi bo'lsanglar, o'ylanmanglar. Maloshniy rangga shikalat rangdan qilganmiz. Xonadon egasining aytganlariga binoan xudo xolasa. Xohlagan ranglaringizdan bor bizda. Oq rang deysizmi, maloshniy deysizmi, shikalat, mokriy rang. Xudo xolasa mana do'stlar, tunuka fonni ko'rib, xudo xolasa ko'zingiz tolmaydigan holatda bo'lgan. Haqiqatda juda ham go'zal, juda ham skromniy holatda bo'lgan. Hammalaringga rahmat do'stlar. Like bosib, bu videoda uyga tunuka fon qilmoqchi bo'lganlarga albatta jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Men tog'am mana pullarni beraman. Mana rahmat, ming marta rozimiz. Eng maza joyini ayting tog'a. Ish tugagandan keyin deb pul to'liq olsin odam. To'g'rimi? To'g'ri. Biz ham xursand bo'lamiz. Hashida. Rahmat.